Tashqariga chiqqanimga 5 daqiqa ham bo'lmadi, mana yog'magana boshladi. Juda sovuq bo'ldi. Qaytdik. Ketdik. Ba'zi bir nima bo'ladi? Karavanlardan karavanlar juda ham zo'r, juda ham xavfli. Hozir ichini ko'rsatib o'tamiz. Harakat shu. Ertaga ovqat qilayotgan edik. Ozgina uyimiz yoyilib turibdi. Uyatximizlar faqat. Xo'sh, o'rtoqlar, bu bizani ovqatlanadigan joyimiz. Shinamgina. Mana bu yerda derazamiz bor. Choy ichib, issiqqina choylarni ichib, kofilarni ichib, ko'chani chiroyli bulutlarni tomosha qilib tursak bo'ladi. Mana bu yoqda divanimiz bor. Dam olib o'tirsak bo'ladi. Va bizda karavanimizda chiroyligina bejirimgina kaminimiz bor. Mana. Mana bu yoqda ovqatlanadigan joyimiz. Hozir mana biz ertangi kungi ovqat tayyorlaymiz ishga. Va bu yoqda xonalar hammasi, vanna, tualet va spalniy mashina joylashgan. Mana bu bizani koridorimiz. Burqa, vanna, tualet va dush joylashgan. Va bu yoqda bizani fondiy sistema isitib turadigan, o'zimizning tilda aytganda agro joylashgan. Bu yerda yana bitta xona bor. Bu yerda hozir hech kim yashamayapti. Hech kim yo'q. Faqatgina er xotinimiz o'zimiz yashayapmiz. Va bu yerda ham yana bir kishilik xona bor. Ya'ni buni bu yerda kishilik xona qilsa ham bo'ladi. Chunki buniki yana bitta karavot soat. Va oxirgisi bu bizani spalniyamiz. Mana ko'rib turganingizdek, sharoitlari juda ham zo'r. Mana karavanni. Bu yerda deraza. Ishxonani hovlisi ko'rinadi. Bu shkafimiz va bu yoqda ayolim bo'yinadigan joy. Bu yoqda spalnining ichida bir dona tualet bor va qo'l yuvadigan rakvina bor. Karavan obzorimiz tugadi. Yana qanaqadir ma'lumotlar, qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar va obuna bo'lib qo'yinglar.